Mendan so'rashadi, "Ho'jaya, energiyani qayerdan olasiz?" Men boy xotin emasman. 1 million so'm pensiya olaman. O'rta me'yordagi oilaman. Lekin meni maslahatim pul shart emas. Bolalarimiz bor, alhamdulillah. Mana hozir 3 kun kelib ketishimizga 450 ming pul ketdi. 3 mahal ovqatlarimiz bilan. Demoqchimanki, uyda o'tirib qolmang. Kunda ko'chaga chiqinglar. Uyda o'tirib divanda qoldingizmi? Demak, o'limimizni kutib, u yog'i yaqinlashadi. Tushkunlikka tushamiz. Belim, oyog'im chiqyapti, og'riyapti. Ha, borganman, ko'rganman. Har kelganimda kelaman. Borganman, ko'rganman demayman. Mana archaladi kedini qaranglar. Yuringlar. Uyda hech qachon, meni maslahatim, uyda hech qachon qolib ketmanglar. Hech qachon qolib ketmanglar. O'zlaring dushmanlik qilgan bo'lasizlar. To'g'ri, bolamni kamini qilay, mana unisini bitirib olay, anosini qilib olay, uylay, joylay, hayot ketaveradi. Ya'ni eng katta asosiy gapiradigan narsam, o'tmishimizni eshigini yopamiz. O'zimizga ham yaqin bo'lib qoldi. O'zimiz ham yaqinda o'tmishga aylanamiz. Qur'onimizni o'qiylik, 30 paralarni o'qiylik, hadyalarimizni qilaylik, sadaqalarimizni qilaylik. O'tganlarni ruhini shod etaylik. Lekin bugungi kun bilan o'zimizni shod qilib yashaylik, iltimos. Xo'p, oyog'ingiz yuryaptimi, yuring. Ustingizga ko'ylak yarashyaptimi, kiying. Nafsani oldini yeng. O'tyaptimi, hazm bo'lyaptimi, semirib ketyapman demang. Faqat obedgacha, obeddan keyingisini yengillatamiz. Semizlik ham yaxshilik keltirmaydi, ko'p kasal chaqiradi. Xullas kalom, bugungi kun bilan baxtli yashashga harakat qilinglar. Uyda o'tirib qolishdan qo'rqaman. Men ham erinaman go'da. Deyman, chiqib keting, tamom. Uydan chiqib ketsangiz, yig'lavermaysiz ham, o'tmishni ham eslavermaysiz. Chunki o'tmishni eshigini yopingda, siz bugungi kun bilan yashang. O'zimiz ham o'tmishga yaqinmiz, yana bu gapni qaytaryapman, uzr. Shuning uchun bunaqa yurishlar uchun, boshqa uchun mablag' kerak emas. Sen bolalaringga, sen 200 ming ber, sen 100 ming ber, sen 100 dollar ber. Olinglar. Bolam deganingiz bilan bir tomondan aytib qo'yay. O'zimiz ota-onamizga nima qilib bera olardik? Bechoralar bizni deb yashashdi umrlarini. Qo'limizda faqatgina Qur'on o'qish, ihson sadaqalar qoldi. Shuning uchun yuryapsizmi, yuringlar, iltimos, ayollar. O'zlaringni qadrlaringga yetinglar. Allohim shunaqa jannatlarni bizga berib qo'ygan. Shu jannatlarni ko'ra bilaylik. 5 vaqt namozga yiqitib qo'ygan, namozimizni vaqtida o'qiylik. Iymonimiz boy bo'lsin. Bizdan faqatgina kattalar farzandlarimiz, nabira chevaralarimizni duo qilish. Mana shu bizning duolarimiz bilan bular ko'karadi hammasi. Nolib xafa bo'lmanglar hech qachon farzandlaringlar. Ozgina ichlaring og'rib bo'lsa ham o'sha farzandlarning ishi yurishmaydi. Shuning uchun bizdan faqat kattalardan faqat duo, bugungi kun bilan yashash, chiroyli yashash. Sog' bo'linglar, hammalaringni yaxshi ko'raman.